erkak kishi problemaga tushib qolganda, minusga kirasiz, qarzga kirasiz, ishlaringiz yurishmaydi, o'xshamaganda, ishoning atrofingizda hech kim qolmaydi. Okayman, ukayman, yaqiningman, qiyomatligimsan deganlaringiz ham ketadi. Faqat ota-ona, jigarli, opa-singilli, shu tug'ishgan odamlaringiz turishi mumkin, lekin ular ham qaysidir ma'noda yoningizda emasda, yolg'iz bo'lib qoladi. Yolg'iz bo'lishingiz aniq. Ana shu yolg'izlikdan o'tib olsangiz, ana o'sha etapdan chiqib olganingizdan keyin ishoning, mana shu odamlar hammasi qaytib keladi. 100% qaytib keladi. Men sizlarga ishongandim, biz sizlarga ishonardik, biz bilardik, ko'tarilishingizni, chiqib olishingizni bilardik deyshadi. Faqat sabr bilan o'sha etapdan o'tib olsangiz bo'ldi. Xavotir olmang, hamma o'sha yaqinlaringiz, voz kechgan yaqinlaringiz erkak kishi problemaga tushib qolganda, minusga kirasiz, qarzga kirasiz, ishlaringiz yurishmaydi, o'xshamaganda, ishoning atrofingizda hech kim qolmaydi. Okayman, ukayman, yaqiningman, qiyomat